narx sindirishda davom etamiz azizlarim. Ramazondan oxirigacha yangi tovarlar va imperiyalik tovarlar, birinchi qavatdagi podvaldagi tovarlar hammasi taxmin qilib turing. Nech pul qo'yamiz? Qani ketdi, tovarlarni ochamiz endi, obzor qilamiz. Tovarda qitmirlari kelgan. Siz kelmasangiz kelgan afsuslanasiz. Alikantara deysizmi, trench deysizmi, palta deysizmi, aralashiga xullas tovarlarning eksklyuzivlari kelgan, juda zo'rlari kelgan. Gilam esa bu Ramazonga skidkada kelgan. Mana va xolasa skidka narxidan dumalab tushmasa bo'ldi. Bunaqa skidka hali bo'lmagan. 197 deb o'ylayapsizmi? Ya. Adashasiz. 197 bo'ldi, u tarixda qoldi endi. Ikkinchi tarixni yaratamiz xudo xolasa. Tovarlar juda ko'p. Maza qilib xudo xolasa kiyasizlar. Faqat videoni oxirigacha ko'rib turing. Narxini oxirroqda aytaman aytib qo'ying. Mana obzorni yaxshilab ko'rib olasizlar. Mana mollarni ko'ryapsizlarmi? Tuni mollar. Bu mollarni Turkiyaning o'ziga borsangiz 400-500 dollardan olasiz. Eng kamida. Yangi tovarlar hammasi mana. Qanaqadir asatga tovarlar emas, konkretni tovarlar. Ibrohimjonni eslayapman qilib yurasiz, xudo xolasa. Petichka yoqimish qilib bo'ldi. Eshitayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Do'stingizga jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa olishadi. Sarpa suruv kerak bo'lsa, bemalol kelinglar. Mana trenchlar nima deyapti? Yangi trenchlar. Mana yupqagina o'rangan ayollarimizga mazza qilib kelgan trenchlar. Xudo xolasa ranglari juda ko'p, modellari ham ko'p. Hali tovar juda ko'p. Orqada bitta hammasini ko'rsatib chiqaman sizlarga hozir. Mana narxi muhimi, narxiga e'tibor beringlar. Bunaqa narxlar keyin bo'lmaydi, bunaqa narxlar. Ben paltalarni ko'ryapsizlarmi? Asal paltalarni. Va kiyib buni chirtolmaysiz, ishoning. Mana paltalarning zo'rlari xudo xolasa. Yana nima bor bu yerda? Mana men paltamizning boshqacha rangi ekan. Bu yerda, ko'ryapsizlarmi? Xo'p, bu yerda kelgan bunday rangi ham bor ekan mana. Bundan rosa ko'pchilik so'rashuvdi. 197 dollardan tozalab, tekislab, yig'ishtirib ketishuvdi. Xudo xolasa kelgan bulardan. Mana bu yerda kurtkalarimizda xudo xolasa mana. Mana bu yoqasidagi norkasini o'zi, qo'lidagi norkasini o'zi men aytayotgan narxga to'g'ri kelmaydi. Mana yoqingizda ishlab qolasiz keyin. Hozir kelib olmasangiz keyin afsuslanasiz. Mana Alikantaralarni deyapti mana bu. Qaranglar. Neobichniy, juda ham eksklyuzivniy narsalar hammasi. Mana bu tovarlarni deyapti, mana bu tovarlar mana. Qaranglar, asalligini qaranglar bularni. Mana bu nima deyapti mana. Mana bir qism bo'ladi, bir qism bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Faqat Ramazondan oxirigacha qo'yamiz, Ramazondan oxirigacha. Bunaqasi keyin bo'lmaydi. Hozir yana bitta olib beraman. Mana tovarlar eksklyuziv, juda ham chiroyli tovarlar. Alikantara deysizlarmi, Astragan deysizlarmi, har xildan bor. Va yengil mazza qilib kelgan tovarlar ham bular. Men Alikantaralarni ko'ryapsizlarmi? Asalligini ko'ryapsizlarmi? Modelli, stilli, yaxshi narsalar. Hop, bu yerga o'tamiz qora paltolarimizdan. Hop, undan keyin bordoviy paltolarimizdan. Hammasi italyanskiy konkretniy yaxshi narsalar. Katushka bo'lib ketmaydi, asabizm buzmaydi. Ancha yil kiyasiz xohlasa. Oddiy qayodiy tovarlarni ham hozir 200-300 dollar sotishyapti. Bular unaqa narx emas mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Tovarchi ishoninglar, bunaqa narxga joyidan ola olmaysiz. Mana. Men ko'jalarni ko'ryapsizlarmi? Bu koja, piton vishkasi urilgan koja bu. Mana buni hamma biladi, buni hamma biladi. Bu trendda o'sha. Bunaqa tovarlarimiz, bunaqa yubka paltolarimiz, ko'ryapsizlarmi? Asalligini, chiroyliligini ko'ryapsizlarmi tovarlarni? Alikantaralar nima deyapti, bular? Eksklyuziv bo'lib yuradigan degan narxni. Ranglari boshqacha. Mana qaranglar. Koja, konkretniy koja. Bitta surpriz ko'rsataymi sizlarga. Fox ketdi. Nima deyapti bu? What? Eksklyuziv bo'lib yashayman deganlarga, hammaga o'xshamayman deganlarga yaxshi tovarlar. Mana buni deyapti. Qaranglar, chiroyliligini qaranglar bularni. Gilamnisi sifat zo'r, sifat. Mana oq Alikantaraga mana oq nur qo'yilgan. Bejviyda endi. Hop, bu yerda mana Alikantaralar yana. Xullas, gapirsa gap ko'p. Kelish kerak, olish kerak. Mana buni deyapti mana bu. Ko'ryapsizlarmi? Tovarlarni. Afganskiy mana bu. Ko'ryapsizlarmi? Afganskiy karakul qo'yilgan, norkali, konkretniy, maza qilib kelgan tovarlar mana. Mana bular nima deyapti mana bular? Bu-chi bu. Bu nima deyapti? Mana nima deyapti mana bular? Mana qaranglar. Eksklyuziv tovarlar. Voy, qishda ham bunaqasi bo'lmadi, qishda. Ishoninglar. Sizlar uchun topib keldim, sizlar uchun. Bunaqasi bo'lmaydi keyin. Narxiga qiziq qolsizlar, narxini hozir aytaman. Ozgina sabab qilib ko'rib turing. Qasbirsiz yoqsa, siz atmetga qilib qo'ying. Imdo rasmga olib qo'ying, screenshot qilib qo'ying. Kelib tez tushunib olasiz. Menimcha 4-5 kunda terib ketishsa kerak deb o'ylayapman. Mana. Tovarlarni qaranglar, asalligini. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Gilamnisi narxini qo'ya olasizlarga. Narxi endi 165 dollar. Unaqasi bo'lmaydi. Kelib olasiz, rahmat aytasiz. Olganlar bo'lsa, bu videodan keyin, mana shu videoni tagiga, o'zim keyingi videoni tagiga rahmat, biz oldik deb yozib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Like bosishni unutmanglar. General Zohid ko'chasi 52-uy, Shuba Center sizlarni kutib qoladi. Sog' bo'lasizlar.